Yaxshimisiz? Yaxshi. Atingiz nima? Sherzod. Siz bu shaharlik, Samarqandlik, yoda taksi haydab yuribsizmi? Urgutlik. Urgutlik. Necha yil bo'ldi bu yerda taksi haydagili? 3 oy bo'ldi. 3 oy. Kunda keladigan pullar ko'pmi? Qancha ming so'm toparsiz bir kunda? Tushib ketdi. 500 ming so'm bormi? Yo'q-da. 400 ming so'm. 300 ming so'm gazdan tashqari. Metan gazi bormi mashinangizda? Metan. 1 litrga qancha pul berasizda? Metanmi? 5 5 ming so'm. 5 ming so'm. 1 metr ko'p 5 ming so'm. Bu shahar ichida qanchalik odam bor? Qancha odam bor? Qancha ming odam bor shahar ichida? 500 ming odam bormi? Bilmadim. Ya, 2 million, 3 million. 2-3 million shahar ichida. Yaxshi. Katta odamlar bor ekanda bu yerda bizneslarda. Bir tomonlama tutda, da yo'qlikda yo'qlik tutibsan. O'rtani o'rgilab o'tirsan. Bitta yo'l saniti emas, hamma. Hop, chiqib kelib qo'ydim-da men, boshlab.